$1600 ikkita eshik bilan bitta rom o'rnatamiz. Arziydimi yoki arzimaydimi o'zingizlar baho berasizlar. Ana endi boshlaymiz. Ketdik. Mana nihoyat uyum joyini keldi. Bizani eshik romlarimiz o'rnatildi. Mana qaranglar. Boshqacha energiyangiz bergayishi, zo'r tarafi shunday yopsaydi. Ovoz o'chib qolar ekan bor-ku. Mana shu joyga mazza qildim, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Bundan tashqari bundoq qilsanglar, havo ham aylanib turar ekan. Boshqacha eshik romlarni imzoni zavodidan zakaz qildik, o'rnatib berishlari bilan. Romlarimiz ham eng yo'g'ri 7000 talik. Yoqqan tarafi shuni eshikni ochasizlar. Balkonga chiqib, shundan kofe ichadigan joy ekan. Mazzami. Xullas uyum joyini deganlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, yaqin tanishlarga tashlab qo'yinglar. Keyingi videolarda to'liq malarka ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Buning uchun kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin, charchamanglar.